Assalomu alaykum. Anchadan beri sizlar bilan ko'rishganmiz yo'q kanalda. Vaqt to'g'risi bo'lmayapti. Mana bugun o'sha bir do'stimiz avtomobil bergani uchun obzor olishga qaror qildik. Nomerlari ham takoy seryozni. Bilasizlar, hozir hamma shunaqa nomer, chiroyli nomerlarni topyapti. Dongfeng 008 Primoy konkurent Leapmotor C16 ga akalar mana turishi oldindan mana shunaqa, kimga qanaqa bilmadimmi, tashqi ko'rinish bo'yicha Dongfeng 008 Leapmotor C16 ga qaraganda menga imенно tashqi ko'rinishi yoqadi. Atak nachinkasi, ichi, saloni, boshqasini obzorda to'liq gaplashamiz akalar. Mana shunday turish mana shu. Plus minus bu ham 272 ta ot kuchi, adashmasam bu 36 kilovat. Batareyasi примерно 29 dan 36 gacha hammasi batareyasi. Bu 6 kishilik hisoblanadi. Mana ko'pchilik 7 kishi, 6 kishi deydi. Nima uchun mana 6 kishi? Chunki mana bu yerda kapitanskiy kreslo bo'lgani uchun, 3-rad bo'lgani uchun bu 6 kishi hisoblanadi. Agar orqasi to'lig'i mana bu yerda o'rtada sidina bo'lganda, bu ham 7 kishilik hisoblanar edi. Diskalari 21 Continental zavodskoy balonlarda turadi. Oldi mana shunaqa, katta monitor. Hozir bilasizlar, hamma xitoyliklar o'sha o'rtaga mana shunaqa monitor qo'yapti. Tablo mana shunaqa. Primerni saloni Leapmotor C16 bilan o'xshash. Narx bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham menimcha bir-biriga konkurent. Faqatgina mana Leapmotorda mana bunaqa joyi imенно Dongfengda knopkadan bosib ochiladi, Leapmotorda mana bunaqa mexanический ruchka. Bitta narsa menga mana shu mashinalarda bitta narsa yoqmaydi. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, mana YouTube ham misol bosasizlar, hamma narsa sensorlik. Menyular, mana bunaqa menyular hammasi mana shu sensorlik, mexanический knopkalar yo'q. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, lekin ko'pchilik mana bu yerda o'sha konditsionerni, yana boshqa ventilyator tezligini kuchaytirgan, mana shu fizический knopkalar bo'lishini xohlaydi. Kimdir sensor zo'r deydi. No, bu vaqt ozgina sizdan vaqt talab qiladi. Boshida noqulay bo'lishi mumkin, mana topolmasligingiz mumkin, bunaqa bosasiz, kamera, hamma narsa chiqadi, ichi siqishi mumkin. No, vaqt talab qiladi. Delo привычки deydi. Bu sentralniy monitor haqida nima deyishim mumkin? Mana menyu, hamma narsasi bu, mana Contrcam, Yandex Muzika, brauzer, navigator, hamma kerakli o'sha приложениялар yozilgan. Mana qilsangiz, уже быстрый доступ, то есть багаж, зеркала, шторка, холодильник, задний экран, то есть bitta bosib, ochib, yopishlaringiz mumkin. Bu yerda mana свет, то есть автоматически, o'sha o'zi avtomatически, vождениеda bilsalaringiz mana rekuperatsiya energiya, sredniy rekuperatsiya energiyani gazni oyoqdan olgan payt elektrik orqaga qarab o'sha o'zi zaryad oladi. Mana shu sredniyda turibdi, высокий qo'ysalar gazni oyoqdan oladi va o'zi резкий tormoz beradi. Резкий emas, qattiqroq tormoz beradi. Mana bu yerda rejim komfort и, конечно, rejim sport. Рулевое управление komfort, sportga xosroq bo'ladi. Ultra komfortda turgani yo'q. Turgani yaxshi elektr. Второй rad, ikkinchi rad mana shunaqa bo'ladi. Mana bilsanglar monitori bor. Yo'qda sidina regrovka qilasizlar. Abduf, abagrev, hamcha hamma massaj, hamma funksiyasi bor. O'tirish mana shunday qulay, to'g'risi. No, mana bu sidina oldindagi sidina orqacha tortilgan. No, вроде как joy normalniy. Lekin 3-rad haqida hech narsa aytolmayman. 3-radga. 3-rad haqida to'g'risini aytsam, 3-rad juda kichkina, menimcha faqat yosh bolalar uchun mo'ljallangan. Leapmotorda ham xuddi shunaqa joyi ancha kam, bilmadim nima uchun qilingan. Avtomobil haqida o'zimni subyektiv мнениямni aytadigan bo'lsam, avtomobil birinchi o'tirgan odamga, mana bunaqa avtomobil haydamagan insonga o'tirsa juda yoqadi. Endi buni buzilmaslik to'g'risidagi gaplar to'g'risi mana hozir juda ko'p bilasizlar, gibrid olsam, Xitoy olsam buziladi, zapchasini Xitoy. Hozirgi kunda bu haqida hech qanaqa o'ylamasalar, hech qanaqa muammo yo'q. Любой servisda, Toshkentda, Samarqandda, Nasib, Navoiyda любой servisda hozir buni muammosi, o'sha qanaqa muammosi bo'lsa, yechimlari ham bor, hech qanaqa muammosi yo'q. Bemalol olib, kayf qilib haydab yuringlar. Asosiysi avtomobil sizlarga yoqsa bo'ldi, hech kimning gapiga quloq solmanglar. Eng muhimi, avtomobilni olib o'tirdingizlar, haydasizlar, o'zlaringizga yoqdimi? Bu tochni sizlarning avtomobil.